Hop, ana lampochkamiz ham yondi. Bu lampochka nima desalang, bu infrakrasniy nur beradigan, ya'ni issiqlik nurini beradigan lampochka bo'ladi. Qo'llangiz shunday olib kelsalar, kuydirib yuboradigan darajada issiqlik beradi. Hozir plyonkani test qilamiz, videoda oxirigacha ko'ringlar. Sizlarga manfaatli bo'lishi mumkin. Plyonkalar qanday qilib ajratishda farqlarini bilib olasizlar bu videoda ko'rish orqali. Hop, BYD Sonic Pro mashinasi kelgan bizga. Orqa polsferalari o'zi tonirovkasi bor ekan. Yaxshigina summaga plyonka qildirgan ekanlar akamiz. Hozir test qilamiz. Bu quyosh issiqlik energiyasini o'lchaydigan apparat. Bu issiqlik energiyasini qanday darajada berishini ko'rsatadi. Bu watt kvadrat metr. Buni yaqinroq qilsak, watt o'lchov birligida o'lchab beradi. Issiqlik energiyasini 1,5 minggacha, даже 1200, 1300 gacha ko'tarilyapti. Xo'p, oynaga tutamiz. Ko'ryapsizlar, rastiyanani masofani olinglar, mana shu lampani ham qanaqa tutyapti, masofasini ko'rsatib, shunchalik masofadan ushalyapti va o'tkazyapti plyonka. 300 watt, xullas 350 wattgacha ko'tarilyapti mana. O'sha issiq, juda ham chidab bo'lmas darajada normal issiq beryapti plyonka. Qo'l shunday tutsa bilinadi, hozir endi kamerada yetkazib bera olmaymiz. Mana shu apparat orqali bilib olishingiz mumkin. 350 wattgacha, 400 gacha ko'tarilyapti. Xo'p, endi biz ikkita oldi oynalarga, bu 100 talik plyonka o'zi. Biz ikkita oldi oynalarga XPL, XR plus plyonkalarni topganmiz. Mana rastiyanani ham ko'ring, bir xilda ushalyapti. 33 watt kvadrat metr issiqlik energiyasini o'tkazyapti plyonka. Farqni seziladi. Hech qanaqa issiqlik yo'q mana. Realni. Xo'p, 300-400 watt qatda, 37-38, даже 40 ham deylik, gruy bo'lsak, 40 wattgacha issiqlik energiyasini qaytaryapti. Test natijalarini o'zlaring ko'rdilaring, bu plyonka 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yilda effekti yo'qolib qolmaydi, rangi ocharib ketmaydi. 10 yilga garantiyali talon yozib beriladi. Biz tomonimizdan rasmiy kafolati bilan yozib beriladi. 10 yilga. Zavod bo'lsa butun umr, ya'ni pojizniy garantiya bergan. Tonirovkadan asosiy maqsad olibda garchilik emas, aksincha issiqdan himoyalanish bo'ladi. Ya'ni salonning ichidan kristalniy tiniq ko'rsatish kerak, tashqarini ham issiqdan maksimalniy himoya qilish kerak. Xuddi shu plyonka XPL XR Plus bo'ladi. Bemalol murojaat qilib kelaverasizlar. Bu videoda tonirovkani zo'rini xohlaganlarga tashlab qo'yinglar. Albatta savollaringiz bo'lsa bemalol kommentariyada kutib qolamiz.